Amerikada ham mana shunaqa go'zal masjidlarimiz bor. Bu masjidda o'zini maktabi bor. Mana bu tomonida Islamic School deydi. Shu yerda musulmon aqida va arkonlari bilan darslar o'tiladi. To'lovli lekin bular oylik to'lovlari shu $1000 atrofida, lekin bir bola uchun. Mana yoqda o'zini stadioni bor ekan. Futbol o'ynashadi bolalar. Bu yoqda darslari bo'ladi, o'qishadi. Bolalar uchun bu tomonda namozxonalari bor. Chiqib namozlarni ham o'qishadi. Juma kunlari mana bu katta hamma kelib o'qiydigan masjidga kirib o'qishadi. Mana shunaqa Amerikada ko'pchilik xavotir oladi. Farzandim tarbiyasi buzilib ketadi. Farzand tarbiyasi, chunki bu yerdagi maktablardagi ideologiyalar yaxshi emas, bizani ifodatlarimizga to'g'ri kelmaydi deydiganlar bo'lsa, mana shunaqa islomik maktablarda, skullarda farzandlarini o'qitishadi. Xo'p, sizlarga masjidimiz ichidan ham bitta kichkina bircha trakda yurib ancha bo'luvdi kelmaganimga. Odam sog'ina ekan bari masjidga. Hammadan oldin kelib olibman.